u doim to'g'ri yo'lga chaqirgan, noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan. Mana bu odam ishlarga huquqiy va siyosiy baho rasman berilmadi. Siz iqtidorga kelgach, o'tmishni tinmay qamradingiz. Lekin o'sha o'tmishda asosiy rol o'ynagan shaxslarni Islom Karimovni va Rustam Inoyatovni tilga olmadingiz. Bu kishi haqida qanday o'g'irlanib, nima qilingani elga ma'lum qilinmas ekan, davlat prezidenti kim bo'lishidan qat'iy nazar bu savol albatta unga berilishda davom etadi. Sizlar tarixiy ahamiyatga ega ishni qilish imkonida buni hozir qilishimiz kerak. Karimov davrining jinoyatlari ochilishi va jinoyat Rustam Inoyatov hali ham tirik. Bu ish uchun Karimov bilan birga Inoyatov barobar javobgardir. Bu nusxani o'limini kutmasdan uning jinoyatini ochish va qatag'on qilingan musulmonlarni oqlashdir kerak. Ommaviy qamalganlarning aksari siz iqtidorga kelganingizdan keyin ozodlikka chiqdi va ular qora ro'yxatdan o'chirildi va ularga davlat tomonidan bir oz hadiyalar ham sanada surishtiruv o'tkazilishlari va ular taqdiri nima bo'lgani va ular qanday qamoqqa olingani, qayerda qanday jazoga hukm qilingani va vafot etgan bo'lsalar qayerda vafot etgani va qabrlari qayerdaligi xalqqa, yaqinlariga rasman ochiqlanishi kerak. Bu jinoyatlarni qilganlar jazo olishlari kerak. Bu uchun mas'ul shaxsan siz bo'lasiz. Bu ishlar qilinmasa, janob prezident, siz jinoyatchilarning sherigi hisoblanasiz. Jinoyatchilarni yashirgan bo'lib tarixda qolasiz. Va qiyomatda Allohning oldida inshaalloh ana shu jinoyatchilarning safida turasiz. Alloma Abduvali Mirzayev nafaqat Andijon shahri aholisi yoki vodiyliklar, uni O'rta Osiyo davlatlari musulmonlari hammasi yaxshi tanishar edi. Uni arab diyorlaridagi mo'tabar shayxlar ham yaxshi tanishgan. U o'z diniy ta'lim berish va tinch da'vat qilish kabi faoliyati bilan o'nlab musulmonlarga o'z ta'sirini o'tkaza olgan shaxs edi. Uning da'vatlari endi bugunga qadar ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga baxtli hisoblanishadi. Ammo ana shunday